Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xitoy hukumatı yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bacheletning Xitoy va Sharq Turkistonda ziyorat bo'lish talabiga qo'shilgan. Reuters agentligining 8 martdagi xabarida aytilishicha, Michel Bacheletning Xitoy ziyorati may oyiga o'rlashtirilgan bo'lib, bu jarayonda u boshlab borgan o'mak Sharq Turkistonda ziyoratda bo'ladi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan 8 mart kuni dunyoning har qaysi joylaridagi 200 ga yaqin fuqaroviy tashkilotlar bilan birlikda kollektiv bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bachelet xonimdan mazkur kengashning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida tayyorlab chiqqan umumiy dokladini tezdan e'lon qilishni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshlamchiligida e'lon qilingan kollektiv bayonotda Michel Bachelet xonimning Uyg'urlar haqidagi bu dokladni 2021 yil dekabr oyida e'lon qilinganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo to hozirgacha e'lon qilinmaganligidan qattiq afsuslanish his qilganligi bayon qilindi va qurultay raisi Dolqun Ayso apandimning Michel Bacheletning Xitoy ziyorati bakmo ushtumtut e'lon qilindi. Ammo masala ularning Sharq Turkistonda cheklimsiz ziyorat qilish imkoniga ega bo'lish yoki bo'lanmasligida degan so'zlarga o'rin berildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı Michel Bacheletning Xitoyda jumladan Sharq Turkistonda tekshirishda bo'lish talabidan turli bahonalar bilan rad qilib kelgan edi. Ondan burunmi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashidan oldin hozirlanib bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladini 2022-yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlanishidan burun e'lon qilishni talab qilgan bo'lsa-mu, afsuski Xitoyning turli besimlari sababli mazkur doklad hozirgacha e'lon qilinmagan edi. Kuzatuvchilar 2 oyning 28 kuni Janvada boshlangan va 1 oy davom qiladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 49-qitimliq yig'ini jarayonida Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladining e'lon qilinish ehtimolining yuqori ekanligini mo'ljarlashmoqda. Garchi mazkur dokladda nima mazmunlarning o'z ichiga olganligi hozircha ma'lum bo'lmasa-mu, ammo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining bayonotchisi Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini e'lon qilinib ertasi kuni, ya'ni o'tgan yil 12 oyning 10 kuni muxbirlarga qilgan so'zida Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasida o'ttirg'a qo'yilgan Uyg'urlarning vaziyatiga munosabatli hodisalardan qattiq cho'chish his qilganligini bayon qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ba'zi dokladchi xodimlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari bilan ko'rishganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining Uyg'urlar haqidagi umumiy dokladni hozirlashda Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasidan muhim manba sifatida foydalanganligini tilga ilishgan edi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock xonim 3 mart kuni Janvada o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining 49-qitimliq yig'inida qilgan videolik nutqida "Men Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi kishilik huquq oliy komissarini Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqidagi umumiy dokladni darhol e'lon qilishga undayman. Biz Xitoy hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining Sharq Turkistonga cheklimsiz kirishga ruxsat qilishga chaqiramiz" deb ko'rsatgan edi. Janvada turishliq bir diplomat xodimning bildirishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi vaziyatga doir dokladning tayyorlanib bo'lganiga bir oydak bo'lgan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi Michel Bachelet ishxonasi uni e'lon qilishni kechiktirib kelgan. Buni ular o'zlari e'tirof qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komiteti tarafidan 8 mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan o'tkazilgan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va ayollarga qaratan nishonliq zulmiy mavzuliq tur muhokama yig'inida so'z qilgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlar direktori Sofiya Richardson xonim, "Menchi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bacheletning vazifasi Xitoyga berib bu zulmning mas'ullari bilan ko'rishish emas, balki Uyg'urlar bilan bir safda turib, ziyonkashga uchirg'uvchilarning da'diga da'vo tepishdir" deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining raisi va qurultayning bayonotchisi Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida 8 mart kuni o'tkazilgan va Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim, ayollar huquqi faoliyatchisi, yozuvchi Andrea Worden xonim, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson xonimlar so'z qilishga taklif qilingan mazkur muhokama yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishda va Xitoyning jinoiy qilmishlarini dunyoga fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan jasur va fidokor ayol lager shohidlarini iqtisodiy va ruhiy jihatdan qo'llashning zarurligi alohida ta'kidlandi. Yig'in riyosatchisi Zumratay Erkin xonim yig'inning boshlanishini qilgan so'zida lager shohidlarini o'z ichiga olgan barliq Uyg'ur ayollarining zo'r qahramonligi va zulmga ko'rsatayotgan qarshiligiga xalqaro jamoatchilikning muobirini o'qiyotganligini alohida eskartib o'tdi. Yig'inda so'zga taklif qilingan kishilik huquq aktivi Andrea Worden xonim Sharq Turkistondagi Uyg'ur ayollarining to'y qilishga majburlanishi va tashviq qilinishi temalik bir tadqiqot maqolasi ustida ishlayotgan bo'lib, u suhbat yig'indagi so'zida Sharq Turkistonda ayollar uchun davomli holda qo'rqinch ichida yashash vaziyati yaratilganligini,
Lagerlarda ayollar xohlagancha xo'rinayotgan bo'lsa, lager sirtidagi ayollarning Xitoy erlariga to'y qilishga majburlanish, to'y qilishni qabul qilmasa o'zi yoki oila a'zolarining lagerlarga qamalishilik oqibatdan qo'rqib yashayotganligini bayon qildi. U so'zida yana Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollarini Xitoy erlariga to'y qilishga qo'lga keltirish uchun zo'rlash yoki mukofotlash vositalarini qo'llanayotganligini. Gohida Xitoy kadrlari bir Uyg'ur ayolga agar u Xitoy er bilan to'y qilsa lagerdagi dadasi yoki qarindoshlarini ozod qiladiganligini shart qo'yish. Gohida pul va boshqa buyumlar bilan mukofotlash, turli imtiyozlar bilan ta'minlashdek vositalarni ishga solayotganligini aytdi. U mundaq dedi: Diqqat qo'zg'aydigan Uyg'ur ayollari Xitoylar bilan to'y qilsa mukofotlanadigan xabarlar hukumat taratqularida keng tashviq qilindi. Demak, Xitoy hukumati bevosita bu majburlash siyosatini yo'lga qo'ydi. Albatta, buningdagi oxirgi maqsad Uyg'urlarni xitoylashtirib, bu rayonlarda Xitoy orzu qilgan muqimlikqa erishish va Xitoy orzusini amalga oshirishdir. Dünya Uyghur Qurultayı London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim yig'indagi so'zida nuqtali holda ayol lager shohidlarining ahvoli haqida to'xtaldi. U Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda ayollarning intayin eg'ir badal to'laganligini, yana shu Uyg'ur va Qozoq ayol lager shohidlarining nihoyatda zo'r qahramonlik ko'rsatib, o'z beshidan o'tgan zulmni anglatganligini, bu lager shohidlarining beshidan o'tgan qo'rqinchli voqealarni guvohlik berish yig'inlarida tarjima qilib berishning o'zi hozirgacha duch kelgan eng qiyin bir xizmat bo'lganligidan qaraganda, lager shohidlarining naqadar zo'r jasorat va fidokorlik ko'rsatganligini tasavvur qilib bo'ladiganligini aytdi. Rahima xonim mundaq dedi: Lager shohidlarining guvohliklari Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan qabihliklari haqida rad qilgusiz paketlarning bo'lishiga kafolatlik qildi. Bu Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikning tarix sahifalaridan o'chmaydiganligi va o'chirilmaydiganligining kafolatidir. Ularning guvohliklari Uyg'ur sud kollegiyasining bu zulmni irqiy qirg'inchilik deb hukm chiqarishiga sabab bo'lganidek haqiqatan muhim isbot. Shunga men bu fursatdan foydalanib turib, bu ayol lager shohidlarimizni tabriklayman va ularga rahmat aytaman. Biz ularni unutmaymiz, tarix ularni unutmaydi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson xonim yig'inda qilgan so'zida nuqtali holda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet xonimning bu yil 5-oyda Xitoy va Sharq Turkistonga ilib boradigan ziyorati haqida to'xtalib bundaq dedi: Michelle Bachelet xonimning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan xalq bilan bir saptiligini ifodalash o'rniga bu jinoyat bilan shug'ullanayotgan hokimiyat bilan yig'in o'rinlashtirishi nomus qilgudek bir ish. Sofiya xonim yana Michelle Bacheletning Sharq Turkistondagi ziyoratining haqiqiy ma'nilik ziyorat bo'lib bo'lmaydiganligiga savol qo'ydi. U bundaq dedi: Michelle xonim qachon yurakli holda o'z bergan va'daga amal qilib Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandachiliklariga oid dokladini e'lon qilmoqcha va shundaqli Xitoy hukumatidan Sharq Turkistonda qiladigan ziyoratining cheklamasiz, to'salg'usiz ziyorat bo'lishiga kafolatlik qilishni talab qilganligini aniq isbotlamoqcha buni nomussizlik deb qaraymiz. Masalan, Michelle xonim bu ziyoratida professor Rahila Davud bilan ko'rishamdi. Ya'ni uning jazolanmaydiganligiga kafolat qilgan asosda ko'rishalamdi. Agar u buni qila olsa, ondan bu ziyoratni qabul qilg'ili bo'ladi. Mencha bu ayolning vazifasi Xitoyga berib bu zulmning mas'ullari bilan ko'rish emas, balki Uyg'urlar bilan bir sapda turib, ziyonkashga uchirg'uvchilarning da'diga da'vo tepishdir. Sofiya xonim so'zida yana har qaysi demokratik davlat hokimiyatlarini darhol harakatga o'tishga chaqirib, shuncha aniq isbotlar turuqliq harakatga o'tmaslik uchun hech qanday sabab yo'qligini ta'kidladi. Yig'in oxirida mutaxassislar lager shohidlarini iqtisodiy va ruhiy jihatdan qo'llashning zarurligi, hukumatlarning lager shohidlarini qo'llash, ularning davolanish chiqimlarini ustiga elish qatorliqlar uchun maxsus bir tur boshlashi kerakligi, hukumatlarning muhojiratdagi Uyg'ur jamoatlarini qo'g'dishi, ularning Xitoy hukumatining tahdidiga uchirmasligiga kafolatlik qilishi kerakligi, hukumatlarning Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun yanada ko'p va amaliy harakat qilishi kerakligiga birdek taklif fikrlar berildi. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqi jamiyati tarafidan 1994-yil 3-oydan buyon izchil turda nashr qilinib kelayotgan ittifoq gazeti bugun chet ellarda matbaa orqali besib tarqatilayotgan birdan bir Uyg'urcha gazetimizdan iborat. Uyg'urchalar emas, yana qirg'izcha va ruscha tillarda nashr qilinayotgan ittifoq gazeti faqat Qirg'iziston va O'rta Osiyodagi Uyg'urlar orasida emas, balki har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'urlar ichida zo'r obro'yga va ta'sirga ega. İttifoq gezitining o'tmishiga qaraydigan bo'lsak, uningga intayin zo'r fidokorlik, mehnat va ajrning singdirilganligini ko'rib yetalaymiz. 1994-yil 3-oyda nashr qilinishga boshlagan va dastlabda 1000 nusxa besib tarqatilgan ittifoq gezitining tunji 3 soni ayni vaqtda kompyuterda Uyg'ur yoziqi bo'lmaganligi uchun fidokor ustozlarimizdan Azimjon Nizomiyning qo'lida yozishi bilan ro'yobga chiqqan edi. Buning naqadar zo'r va jafoliq bir xizmat ekanligini ko'rib bilish tas emas. Gezitning 4-soni milliy ustozimiz va peshqadam kurashchimiz Akbarjon Bovdun apandimning vatandan akeldirgan Uyg'urcha xat besish mashinasida o'z qo'li bilan besishi bilan davom qildi va 1997-yildan keyin ta hozirgacha kompyuterda besilib nashr qilinmoqda. Bugungi kunda ittifoq geziti 16 bet, ranglik 3300 nusxa bilan chiqadi. Ittifoq geziti Qirg'izistonning Bishkek, Qorabolta, To'qmoq, Qoraqul shaharlariga, shundaqla Uyg'urlar o'ltiraqlashgan viloyat nohiyalarga va Qozog'iston Jumhuriyatidagi Olmaota shahri va uning atrofidagi Uyg'ur mahallalariga, yana shundaqla internet va WhatsApp orqali tarqaladi.
Har yili ittifoq gazetiga mushtariy to'plash safarbarligida yigit beshilari, jamoat aktivistlari ishlaydi. İttifoq gazeti faqat Qirg'izistonda emas, butkul Markaziy Osiyoda chiqayotgan Uyg'ur gazetlari ichida birdan-bir ijtimoiy siyosiy gazet bo'lib hisoblanadi. İttifoq gazetining sahifasida Dunyo Uyg'ur qurultiyining xalqaro maydonda ilib berayotgan faoliyatlari, Uyg'ur xalqining tarixiy va madaniyatiga oid materiallar uzluksiz besilib kelmoqda. İttifoq gazetining hozirgi kunigacha chiqayotgani Qirg'izistonda demokratiya tuzumining borligining yorqin bir isbotidir. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa ve Qurultayının muavin reisi. 37 yıllık peshqadam jurnalist Parat Yoronqash efendim, İttifoq gazetining ro'yobga chiqqanligining 28 yillik munosabati bilan bugun stansimizga qilgan so'zida Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini O'rta Osiyo xalqlariga fosh qilishda va Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur matbuotchiligini qo'g'dab qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan Ittifoq gazetiga va uning fidokor xizmatchi xodimlariga Uyg'ur xalqi nomidan alohida rahmat etish bilan birga, muhojiratdagi qarindoshlarimizni chet ellardagi matbaa orqali nashr qilinayotgan birdan-bir Uyg'urcha gazetimiz bo'lgan Ittifoq gazetini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. İttifoq gazetining ro'yobga chiqqanligining 28 yillik munosabati bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Ittifoq gazetining bosh muharriri va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qirg'iziston vakili Roziva Zumrat Hokim Roza qizi o'zining yurak so'zlarini izhor qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum. Qirg'iziston Uyg'urlari Ittifoq jamiyatining Ittifoq nomli gazeti to'g'riliq ma'lumot, matbuot, davlat, jamiyatchilik va xalqning ichida eng cho'ng rol o'ynaydigan birdan-bir ommaviy vasita bo'lib hisoblanadi. Mana shu ommaviy matbuot vositalarining ichida radio, televideniye, internet, gazet, jurnallarning ahamiyati zo'r. Ittifoq gazeti 1994 yildan mart oyidan tartib chiqyotidi. Ittifoq gazetining birinchi nomeri 1000 nusxa va 4 betlik bo'lib nashrdan chiqqan. Kompyuterda koni Uyg'ur yozig'i bo'lmaganligi uchun gazetning birinchi 3 soni Azimjon Nizomining qo'lida yozilishi bilan chiqqan. Gazetning 4-chi sonidan 21-chi sonigacha 1996 yil ichida Ekberjon Bog'dunning mexanikalik mashinada besilishi bilan chiqdi. 1997 yildan keyin ta hozirgacha kompyuterda besilib chiqyotidi. Bugungi kunda Ittifoq gazeti 16 betlik, ranglik 3300 nusxada chiqyotidi. Gazetning bir alohida shuki, u Uyg'ur tilida besiladi. Kiril tili, kon yoziq Uyg'ur tilida. Yanıla qirg'izcha va rus tilida chiqadi. Ittifoq gazetining Qirg'izistonning Bishkek, Qarabalta, Qaraqo'l shaharlarida, shundaqla Uyg'urlar o'ltirashgan viloyat, nahiyalarda, Qozog'iston Jumhuriyatidagi Olmuti shahrida va uning atrofidagi Uyg'ur mahallalarida, yana shundaqla internet va WhatsApp orqali tarqaladi. Her yılı Ittifoq gazetiga mushtari to'plash kompaniyasida yigit boshları, jamiyat aktivistlari ishlaydi. Ittifoq gazeti faqat Qirg'izistonda emas, butkul Markaziy Osiyoda chiqayotgan Uyg'ur gazetlari ichida birdan-bir ijtimoiy, siyosiy gazet bo'lib hisoblanadi. Ittifoq gazetining sahifasida Dunyo Uyg'ur qurultayining DUQ'ning xalqaro maydonida elib berayotgan faoliyatlari, Uyg'ur xalqining tarixi va madaniyatiga oid materiallar uzluksiz besilib kelmoqda. Ittifoq gazetining hozirgi kungacha chiqayotgani Qirg'izistonda demokratiya tuzumining borligining yorqin bir isbotidir. Qirg'iziston xalqining assambleyasida 30 ga yaqin milliy madaniyat markazlari faoliyat yurgizib kelmoqda. Shundaqla orasida Uyg'urlarning Ittifoq milliy madaniyat markazi eng cho'ng, aktiv
faoliyat yurgizib kelayotgan milliy madaniyat markazlarining biri bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Uyg'urlari uchun ma'rif va gazit masalasi bugungi kun eng aktual masalasi bo'lib qolmoqda. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi Zübeyra Şamsiddin xonim 8 mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan Diplomat jurnalida e'lon qilgan obzorida dunyo miqyosida xonim qizlarning alohida bayrami bo'lgan bu kunda Uyg'ur xotin qizlarining dard alamdan boshqa hech narsa qolmaganligini jonliq shaklda bayon qildi. Zübeyra xonim obzorda muhojiratdagi Uyg'ur ayollaridan Subihi Mehmet, Sumrat Davud, Gulbahor Xotivoji, Tursunay Ziyovuddin, Qalbunur Sidi qatorliqlarning qismatlarini misol elish orqali Xitoy hukumati xalqaroga taqdim qilayotgan atalmish xo'shal xuram holda usul o'ynash orqali baxtiyor turmushni namoyanda qilayotgan Uyg'ur qiz cho'kallari tasvirining orqasiga yushiringan g'oyat zo'r tutqun lagerlardagi tug'mas qilib etish tadbirlari, Xitoy ko'chmanlari bilan bo'ladigan majburiy to'y, ruhiy va jismoniy qiynoq, oila judoligi hamda jinsiy xo'rlik qilmishlarining umumlashayotganligini, tarixda misli ko'rilmagan bu qadar zo'r qirg'inchilik va bostirishning obyekti bo'layotgan Uyg'ur xonim qizlarining hozir ashulaga beg'ishlangan bayramda tabrikligidek hech narsaning qolmaganligini ta'kidlab o'tdi. U bu vaqtda Xitoy doiralariga xitob qilib, agar Uyg'urlar rostilla sizlar aytgandek baxtli yashayotgan bo'lsa, men urug' tuqqanlarimning shu holatini o'z ko'zim bilan ko'ray. Muxbirlar va tekshiruvchilar Sharq Turkistonga berib, cheklamasiz ziyorat qila oladigan bo'lsin. Bo'lmasa nimadan buncha qo'rqisizlar dedi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbosmo 8 mart Xalqaro ayollar kuni munosabati bilan e'lon qilgan obzorida Uyg'ur qiz cho'kallarining ko'zlarida yosh qurmaganligini, shuningdek qirg'inchilik va lager sistemasining Uyg'ur qiz cho'kallarini inson bardoshlik belgisiz azoblarga mubtalo qilayotganligini ko'p taraflama nuqtalardan sharhlab o'tdi. Bo'libmi Sharq Turkistondagi lager sistemasining navbatda Uyg'ur qiz cho'kallarini Xitoy zavodlaridagi majburiy emgak kuchlariga aylantirib qo'yayotganligi, dunyo bozorida setilayotgan har 5 qori kiyim-kechakning oz deganda bir qori Uyg'ur qiz cho'kallarining majburiy emgaki badaliga tikilayotganligi, shuning bilan birga Uyg'ur qiz cho'kallarining tini Xitoy hukumati ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilikning jangohi bo'lib qilayotganligi qatorliq reallikni fosh qilib, Shi Jinpingning ayoli Pengyuan mushunda qabihliklar sodir bo'layotganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qiz cho'kallar ma'rif elchisi bo'lib tanlanishga hech qanday salohiyatga ega emas. Sharq Turkistondagi qiz cho'kallar o'lim girdobida jon talishayotganda uningga berilgan bu sharaf nomini bekor qilish lozim deb ko'rsatdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qilimiz